Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va shoshilinch masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu xabar faqat pensiya olayotgan odamga emas, balki uning farzandlariga, nabiralariga, vasiylariga bank kartasidan foydalanishda yordam berayotgan yaqinlariga ham tegishli. Chunki bitta hujjatdagi xato, bitta bank kartasidagi muammo yoki bitta murojaatni vaqtida qilmaslik pensiya to'lovining kechikishiga, noto'g'ri hisoblanishiga yoki ortiqcha pul qaytarib olinishi kabi noxush holatlarga olib kelishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni o'ylab guruhlaringizga yuboring. Chunki ko'p pensionerlar bunday o'zgarishlardan kech xabar topadi, keyin esa idorama-idora yurib, asabiylashib vaqt yo'qotadi. Men bugun hammasini oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Ilgari qanday edi, hozir nimalarga e'tibor berish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim tinch bo'lishi mumkin, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish zarur va eng muhimi, muammo chiqsa qayerga murojaat qilish kerak. Men ko'p yillardan beri ijtimoiy to'lovlar, pensiya tayinlash, qayta hisoblash va murojaatlar bilan bog'liq masalalarni kuzatib kelaman. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odam pensiya kelishini oddiy bir jarayon deb o'ylaydi. Ya'ni har oy kartaga pul tushadi, pochtachi olib keladi yoki bankdan olinadi. Lekin aslida pensiya to'lov o'rtada bir nechta ma'lumotlar bazasi, fuqaroning shaxsiy hujjatlari, ish staji, ish haqi ma'lumotlari, nogironlik holati, yashash manzili, bank rekvizitlari va boshqa ko'plab omillar turadi. Shu omillardan bittasida xato bo'lsa, to'lovda muammo paydo bo'lishi mumkin. Avvallari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali tekshirilgan. Odam tuman pensiya jamg'armasiga borardi, ariza yozardi, mehnat daftarchasini ko'rsatardi, ish joyidan ma'lumotnoma olib kelardi. Keyin mutaxassislar hujjatlarni qo'lda solishtirib chiqardi. Bu jarayon sekin bo'lgan. Lekin ayrim xatolar mahalliy darajada og'zaki tushuntirish bilan hal bo'lib ketgan. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi, chunki adolatli va tezkor hisob-kitob qilish imkoniyati oshadi. Lekin boshqa tomondan elektron bazadagi bitta noto'g'ri raqam yoki mos kelmaydigan ma'lumot pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pasportdagi ism bir joyda Muhammadjon deb yozilgan. Eski ish joyi hujjatida Mamatjon deb qolgan bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1929 yil 4 may, boshqa hujjatda 1929 yil 5 may bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Avval buni odamlar tushuntirib, qog'oz hujjatlar bilan isbotlab berardi. Hozir esa tizim ma'lumotlarni avtomatik solishtirganda farq ko'rinsa, qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men bugun aynan shu narsani ta'kidlayman. Pensiya olayotgan har bir inson o'z hujjatlari, bank kartasi, yashash manzili va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirtirib qo'yishi kerak. Yana bir muhim masala bor. Ayrim pensionerlar boshqa hududga ko'chib ketadi, lekin ro'yxatdagi manzilni o'z vaqtida yangilamaydi. Ba'zilar bank kartasini almashtiradi, lekin yangi karta rekvizitlari to'lov tizimida to'g'ri aks etganini tekshirmaydi. Ba'zilar esa nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya bo'yicha hujjatlar yangilanishini unutadi. Natijada pul kechikadi yoki vaqtincha to'xtab qoladi. Men bu gaplarni qo'rqitish uchun emas, balki oldindan tayyor turishingiz uchun aytyapman. Birinchi navbatda yaqinda bank kartasini almashtirgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, sizning eski kartangiz muddati tugadi va bank sizga yangi karta berdi. Siz o'ylaysiz, karta shu bankniki, demak pensiya avtomatik tushaveradi. Lekin ayrim hollarda karta raqami, hisob raqami yoki to'lov tizimidagi ma'lumot yangilanishi kerak bo'ladi. Agar bu ma'lumot vaqtida kiritilmasa, pensiya kuni kelganda pul tushmasligi mumkin. Shunda odam darrov pensiyamni kesib tashlashdi deb xavotir qiladi. Aslida muammo bank rekvizitida bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh. Hujjatlarda ism, familiya yoki tug'ilgan sanada farq bor odamlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Kishi umr bo'yi bir ism bilan yuradi, lekin eski mehnat daftarchasida yoki diplomida boshqa imlo bilan yozilgan bo'ladi. Masalan, Gulchehra bir joyda Gulchehra, O'ktam bir joyda Uktam, Jo'rayev bir joyda Jo'rayev bo'lishi mumkin. Bunday farqlar kichkina ko'rinadi, lekin pensiya stajini tasdiqlashda muammo tug'diradi. Ayniqsa, qayta hisoblash so'ralganda yoki qo'shimcha staj kiritilganda bu masala juda muhim bo'ladi. Uchinchi guruh
ishlashda davom etayotgan pensionerlar, ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu qonuniy holat. Lekin ish haqi, soliq, sug'urta badallari yoki yangi staj masalalari to'g'ri aks etishi kerak. Agar odam ishlayotgan bo'lsa, u keyinchalik pensiyasini qayta ko'rib chiqish imkoniyatlari haqida bilishi lozim. Lekin bu jarayonda ish beruvchi ma'lumotlarni elektron tizimga to'g'ri kiritganmi? Mehnat shartnomasi rasmiy tuzilganmi? Ish haqi konvertda emas, rasmiy o'tganmi? Bularning hammasi ahamiyatli. 4-guruh. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolar. Nogironlik guruhi muddatsiz bo'lishi ham mumkin, muddatli bo'lishi ham mumkin. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza belgilagan muddat tugayotgan bo'lsa, odam buni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Chunki muddat tugasa, tizim to'lovni davom ettirish uchun yangilangan ma'lumot kutishi mumkin. Men shuni doim aytaman. Nogironlik hujjatining amal qilish muddatini alohida daftar yoki telefon eslatmasiga yozib qo'ying. Muddat tugashiga kamida 1 oy qolganda poliklinika, tibbiy komissiya yoki tegishli organlar bilan jarayonni boshlang. 5-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu yerda yosh, o'qish holati, farzandning kunduzgi ta'limda o'qish kabi omillar muhim. Masalan, bola 12 yoshga to'ldi. Lekin kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettiryapti. Bunday vaziyatda o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor. Keyin odam yana hujjat yig'adi. Qayta tiklashni so'raydi. Vaqt ketadi. Shuning uchun o'quv yili boshida hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish kerak. Tasavvur qiling, 68 yoshli Anvar aka har oy 20.200.000 so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi muddati iyun oyida tugagan. Bank yangi karta bergan. Lekin Anvar aka pensiya jamg'armasiga borib, rekvizitlar yangilanganini tekshirtirmagan. Iyul oyida pensiya kuni keladi, lekin karta bo'sh. U vahimaga tushadi, bankka boradi. Bank bizda karta faol deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yerda hisob raqam bilan bog'liq ma'lumotni aniqlashtirish kerakligi aytiladi. Agar Anvar aka bu ishni oldindan qilganida, bir kunlik tekshiruv bilan masala yo'q bo'lardi. Lekin u pensiya kuni kutgani uchun bir necha kun asabiylashdi. Yana bir misol. 7 yoshli Nazir opa yoshligida tikuv fabrikasida 12 yil ishlagan. Mehnat daftarchasida u davr yozilgan. Lekin korxona nomi o'zgargan, arxiv ma'lumotlari boshqa tashkilotda saqlanadi. Nazira opa pensiyasini qayta hisoblatmoqchi, chunki ayrim yillari hisobga to'liq kirmagan deb o'ylaydi. U pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Mutaxassislar stajni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjat kerakligini aytadi. Agar opa eski ish joyi, arxiv buyruq nusxasi yoki ish haqi ma'lumotnomasini topsa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Lekin hujjat topilmasa, og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Demak, eski mehnat hujjatlarini tashlab yubormaslik, yo'qotmaslik kerak. 3-misol. 20 yoshli talaba otasidan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kollejni tugatib, universitetning kunduzgi bo'limiga kirgan. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnomani vaqtida topshirmagan. Tizimda uning 12 yoshdan keyingi o'qish holati tasdiqlanmagan ko'rinadi. Natijada to'lov to'xtashi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Bu yerda pensiya jamg'armasi odamni jazolash uchun emas, qonuniy asosini tekshirish uchun hujjat so'raydi. Shuning uchun farzandlar o'z vaqtida ma'lumotnoma olib mas'ul idoraga topshirishi kerak. 4-misol. 63 yoshli Sobir aka pensiyaga chiqqan, lekin qorovul bo'lib rasmiy ishlashda davom etmoqda. U 3 yil ishladi. Ish beruvchi har oy soliq va ijtimoiy to'lovlarni rasmiy ko'rsatdi. Sobir aka keyin pensiyasini qayta ko'rib chiqish haqida eshitdi. Agar uning ish faoliyati tizimda to'g'ri aks etgan bo'lsa, murojaat orqali qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin ish beruvchi uni norasmiy ishlatgan bo'lsa, ya'ni qo'lga naqd pul bergan bo'lsa, u yillarni isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun men ishlayotgan pensionerlarga doim aytaman. Mehnat shartnomangiz rasmiy bo'lsin. Ish haqingiz rasmiy o'tsin. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri, bank kartangiz faol, pensiya har oy o'z vaqtida tushyapti. Yashash manzilingiz o'zgarmagan, nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatlaringiz muddatsiz yoki yangilangan bo'lsa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish foydadan xoli emas. Bu xuddi sog'liqni tekshirtirishga o'xshaydi. Odam kasal bo'lmaganda ham tekshiruvdan o'tsa, muammo erta aniqlanadi. Agar siz pensiyani naqd shaklda pochta orqali olayotgan bo'lsangiz ham,
Ma'lumotlaringiz to'g'riligiga befarq bo'lmang. Chunki yashash manzili yetkazib berish tartibi shaxsni tasdiqlash holatlari muhim. Ayrim holatlarda pensioner vaqtincha boshqa farzandinikiga ketadi, uyda bo'lmaydi. Pochtachi kelganda topa olmaydi. Keyin pensiyam kelmadi degan tushunmovchilik paydo bo'ladi. Aslida to'lov tayinlangan. Faqat yetkazib berish bilan bog'liq masala yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Agar siz chet elga vaqtincha ketgan bo'lsangiz yoki uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsangiz, albatta alohida tartiblarni bilib oling. Chunki pensionerning yashash holati, shaxsiy tasdiqlash, bank orqali olish, ishonchnoma bilan olish kabi masalalarda qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammani bir xil holatga solib gapirmayman. Chunki har bir vaziyatning huquqiy tafsiloti bor. Lekin bir narsani aniq aytaman. Uzoq muddat boshqa joyda bo'lgan pensioner o'z to'lovini kim olayotgani, qaysi asosda olayotgani va hujjatlar muddati o'tmaganini tekshirishi shart. Eng katta xatolardan biri ishonchnoma masalasiga yengil qarash. Ba'zi pensionerlar bank kartasini farzandiga berib qo'yadi. PIN kodini aytadi va o'zim bora olmayman, sen olib kelaver deydi. O'ylada ishonch bo'lishi yaxshi. Lekin huquqiy tomondan bu xavfli. Agar karta yo'q bo'lsa, pul yechib olinsa, keyin kim javob beradi? Agar farzandlar o'rtasida nizo chiqsa, pensioni o'zi qiynalib qoladi. To'g'ri yo'l shuki, agar pensioni o'zi bora olmasa, belgilangan tartibda ishonchnoma rasmiylashtiriladi yoki bank va tegishli idoralardan qonuniy yo'l so'raladi. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya. Ko'p odam buni tushunmaydi. Masalan, biror holatda odamga pensiya ortiqcha hisoblanib qolsa, keyinchalik tekshiruvda bu aniqlanishi mumkin. Shunda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi ehtimoli bor. Odam men aybdor emasman, pul tushgan ekan, ishlatdim deyishi mumkin. Lekin davlat to'lovlarida asos bo'lmasa, ortiqcha to'lov masalasi jiddiy ko'rib chiqiladi. Shuning uchun agar siz pensiya miqdori birdaniga odatdagidan ancha ko'p tushganini ko'rsangiz, darrov sababini aniqlang. Mayli, indamay turay demang. Keyin bir necha oy yoki yil o'tib katta summa qaytarish masalasi chiqsa, bu oilaviy byudjetga og'ir tushadi. Uchinchi nozik jihat. Ariza yozmasdan og'zaki gap bilan cheklanib qolish. Men odamlar orasida ko'p ko'raman. Idoraga boradi, navbat kutadi, xodimdan og'zaki so'raydi, javob oladi va qaytadi. Lekin masala hal bo'lmasa, keyin men borgandim deydi. Huquqiy jarayonda yozma yoki elektron murojaat juda muhim. Agar pensiya miqdori, staj, hujjat, bank rekviziti yoki to'lov kechikishi bo'yicha savolingiz bo'lsa, ariza yozing. Ro'yxatdan o'tkazilganini tekshiring. Murojaat raqamini saqlang. Elektron murojaat qilsangiz, javob keladigan telefon raqami yoki elektron manzil to'g'ri bo'lsin. 4-chi nozik jihat hujjatlarning nusxasini saqlamaslik. Pensiya masalasida topshirgan har bir hujjatingizning nusxasini o'zingizda qoldiring. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumotnoma, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma, bank rekviziti, ariza nusxasi barchasi tartibli papkada tursin. Men hatto farzandlarga maslahat beraman. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini telefoningizda skaner qilib, alohida papkaga joylab qo'ying. Lekin shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga yubormang. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmang. 5-chi nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Hozir telefon orqali pensiya jamg'armasidanmiz, sizga qo'shimcha to'lov chiqdi. Kartangizga pul o'tkazamiz. SMS kodini ayting. Pasportingiz rasmini yuboring deb aldov qiladiganlar ko'paygan. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon telefon orqali bank kartangizning PIN kodini, SMS kodini, kartaning orqa tarafidagi maxfiy raqamni aytmang. Rasmiy idora sizdan bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar kimdir shoshiltirsa, qo'rqitsa, hozir aytmasangiz pensiyangiz to'xtaydi desa, bilingki, bu firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning hozirgi holatingizni tekshiring. Pensiya qaysi sanada tushadi? Oxirgi 3 oyda summa bir xilmi yoki o'zgardimi? Karta faolmi? SMS xabar keladimi? Bank ilovasida tushum ko'rinyaptimi? Shularni ko'rib chiqing. Agar siz telefon ilovasidan foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqinlaringiz yordam bersin. Lekin parol va kodlarni hammaga aytavermang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati ma'lumotlari, bank kartasi rekvizitlari,
nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa tibbiy xulosa, o'qituvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi va o'qish ma'lumotnomasi. Ishonchnoma bo'lsa uning amal qilish muddati. Bularni tekshirib chiqing. Hujjatlarni aralashtirib tashlamang. Har birini alohida fayl yoki papkaga soling. 3-qadam. Agar pensiya kechiksa, darrov vahima qilmang. Avval bank kartangizni tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi, bloklanmaganmi, hisob raqam faolmi, bankda texnik muammo yo'qmi, shuni aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Men falonchi, pasport ma'lumotim shunday. Pensiyam odatda falon sanada tushadi. Bu oy tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni so'rayman. Murojaatni qisqa, aniq va dalillar bilan yozing. 4-qadam. Agar pensiya miqdori noto'g'ri deb hisoblasangiz, kam berishyapti deb umumiy gapirmang. Qaysi davr staji kirmagan, qaysi ish joyi hisobga olinmagan, qaysi hujjat bor, qaysi yillar bo'yicha ish haqi yuqori bo'lgan. Shularni aniq ko'rsating. Masalan, 1995 yildan 1993 yilgacha falon zavodda ishlaganman. Mehnat daftarchamda yozuv bor, lekin qayta hisoblashda bu davr inobatga olinmagan deb hisoblayman deb yozsangiz, masala ancha aniq ko'riladi. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. 5-qadam. Agar eski ish joyingiz yopilib ketgan bo'lsa, arxini qidiring. Ko'p odam korxona yopildi. Demak, hujjat ham yo'q deb o'ylaydi. Aslida ko'p korxonalarning hujjatlari davlat arxivlariga yoki voris tashkilotlarga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman yoki shahar arxividan, korxonaning sobiq yuqori tashkilotidan, hokimlik yoki tegishli idoralardan so'rab ko'ring. Arxiv ma'lumotnomasi pensiya stajini tasdiqlashda juda muhim rol o'ynashi mumkin. 6-qadam. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha muddatlarni nazorat qiling. Taqvimga belgilang, farzandlaringizga ayting. Telefoningizga eslatma qo'ying. Hujjat muddati tugashiga yaqin qolsa, keyin qilaman deb yurmang. Chunki bitta ma'lumotnoma uchun ham navbat, tibbiy ko'rik, muhr, elektron kiritish kabi jarayonlar vaqt oladi. Oldindan harakat qilsangiz, to'lov uzilib qolishining oldini olasiz. 7-qadam. Har qanday javobni yozma shaklda oling. Agar sizga hammasi joyida deyishsa, yaxshi, lekin jiddiy masalada rasmiy javob bo'lgani ma'qul. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozilgan bo'lishi kerak. Shunda siz keyingi bosqichda qo'shimcha hujjat topshirish, yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki huquqiy maslahat olish imkoniga ega bo'lasiz. Og'zaki javob bilan yillar davomida yurib qolmang. Men yana bir bor alohida aytaman. Pensiya masalasida vositachilarga ko'r-ko'rona ishonmang. Men tanish orqali pensiyangizni oshirib beraman. Falon pul bersangiz staj qo'shib beraman. Hujjatsiz ham hal qilaman degan gaplar juda xavfli. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida belgilanadi. Agar hujjat bo'lmasa yoki ma'lumot tasdiqlanmasa, kimdir noqonuniy yo'l taklif qilsa, bu ertaga sizga ham muammo bo'lib qaytishi mumkin. Qonuniy yo'l sekinroq ko'rinishi mumkin, lekin eng xavfsiz yo'l shu. Bankomat oldida ham ehtiyot bo'ling. Pensionerlar ko'pincha bo'lam, pul yechib ber deb begona odamdan yordam so'raydi. Begona odam kartani olib almashtirib qo'yishi, ortiqcha pul yechishi yoki PIN kodni ko'rib qolishi mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa, bank xodimidan yoki ishonchli yaqinlaringizdan so'rang. PIN kodni qog'ozga yozib, karta bilan birga saqlamang. Bu eng katta xatolardan biri. Telefoningizga kelgan SMS kodlar ham maxfiy. Agar kimdir kod keldi, menga ayting desa, aytmang. Hatto u o'zini bank, pensiya bo'limi, soliq yoki boshqa idora xodimi deb tanishtirsa ham, rasmiy masala bo'lsa, siz o'zingiz idoraning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki bevosita borib aniqlang. Firibgarlar aynan shoshiltirish va qo'rqitish orqali odamni xato qildirishadi. Yana bir muhim narsa, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har bir xabarga ishonmang. Ertadan hamma pensionerga falon pul beriladi. Ariza bermagan odamning pensiyasi to'xtaydi. Faqat bugun ro'yxatdan o'tganlarga qo'shimcha to'lov bor degan xabarlar ko'p bo'ladi. Men maslahat beraman. Bunday xabarni ko'rsangiz, avval rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari, hukumat portallari, mahalliy bo'limlar yoki ishonchli axborot manbalari orqali tasdiqlang. Tasdiqlanmagan xabarni qarindoshlarga tarqatib, ularni ham vahimaga solmang. Men bu videoni faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga ham aytyapman. Ota-onangiz pensiya masalasini har doim ham to'liq tushunmasligi mumkin. Elektron tizim, bank ilovasi, SMS kod, arxiv so'rovi, onlayn murojaat kabi ishlar ularga qiyin bo'lishi tabiiy.
Shuning uchun oyda bir marta vaqt ajrating. Ota-onangizning pensiyasi tushdimi? Karta ishlayaptimi? Hujjatlari joyidami? Firibgarlar qo'ng'iroq qilmaganmi? Shularni so'rang. Bu katta ish emas, lekin ko'p muammoning oldini oladi. Agar ota-onangizning hujjatlarida eski staj masalasi bo'lsa, ularni yolg'iz yubormang. Birga boring. Arizani aniq yozishga yordam bering. Hujjatlarni tartiblang. Keksa odam idorada hayajonlanib, muhim gapni unutib qo'yishi mumkin. Siz esa sanalarni, ish joylarini, hujjatlarni tartibli ko'rsatsangiz, mutaxassisga ham oson bo'ladi. Bu yerda maqsad janjal qilish emas, masalani qonuniy va aniq hal qilish. Agar ota-onangiz bank kartasidan foydalana olmasa, kartani butunlay olib qo'yib, o'zingiz boshqarishga shoshilmang. Ularning roziligi, huquqi va xavfsizligi birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Pul pensionerniki. Farzand yordam berishi mumkin, lekin nazorat va hurmat bo'lishi shart. Oilalarda aynan pul masalasida tushunmovchilik chiqmasligi uchun hammasi ochiq, qonuniy va kelishilgan bo'lgani yaxshi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi shoshilinch xabarning mazmuni shuki, pensiya to'lovlari bilan bog'liq har qanday o'zgarish, hujjatdagi xato, bank kartasidagi muammo, muddatli ma'lumotnoma yoki firibgarlik xavfi pensionerning daromadiga bevosita ta'sir qiladi. Men sizni vahimaga chaqirmayapman. Men sizni hushyor bo'lishga, hujjatlarni tartibga solishga, savol tug'ilsa yozma murojaat qilishga va rasmiy manbalarga tayanishga chaqiryapman. Bugunoq 3 ta ishni bajaring. Bank kartangiz faolmi tekshiring. Pensiya hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. Agar staj yoki to'lov bo'yicha shubhangiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga aniq ariza bilan murojaat qiling. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizga yordam bering. Agar siz pensioner bo'lsangiz, o'z huquqingizni biling va hech kimga maxfiy kodlaringizni bermang. Sizda pensiya kechikishi, noto'g'ri hisoblash, staj kirmasligi yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, imtiyoz va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.